yoktur güzelim. Asl o'chilar, ustozlar, professional baliqchilar har doimgidek birinchi qiladigan ishim bilasizlar, tozalik bor joyda fayz, barokatli bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Buni beminnat darajada qilaman. Qaysidir bir holatlarim balkim ibratli bo'lar. Bismillahirrohmanirrohim. Har doimgidek salafan paketlari juda ko'p. Yuqorida aytilgan so'zlarni inobatga olasizlar. O'zimizdan keyin qoldiradigan mana bu salafan paketlarni bitta idishga joylab, chiroyli qilib yig'ishtirsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Rahmat kattakon. Ko'rim tayyorlayman, ajoyib yemiraman. Fiderning ko'rim. Xudo xolasa natijalarini ko'rasizlar. Mana hozir pishirilgan bug'doy jo'xori, mana bitta bir 8 xil ko'rim, nonlari bilan matil, aparish, mana bu maxsus yemlar. Ular yemlarimiz ko'p. Hozir hammasini chiroyli qilib tayyorlab olib, natijalarini ko'rsataman xudo xolasa. Mana kechki oqshom Nodirbek Karpavikda oxir bir natija qildilar. Menimcha hozir ko'ramiz qanaqa darajasi bo'lishini. Sal qotirib o'rsangiz ham bo'lar friksionni. Siz bu baliqqa bo'ysunmang, bu yoqqa bering. Nodir. Qalmon ko'taring tepaga. Maşallah. Azizga Karpaviklar bir zo'r deb. Mana hozir chamasi 1 kilolik sazan oldilar bo'ylaga.